Selam dostlar. Selam aleyküm. Spor doktor Zübek kanali. Bugungi videoda biz kirkalarda o'ynab ko'ramiz. O'zimiz kirkalarda ko'rsataman. Ana shunaqa kirkalarda yasaymiz bizlar. Oxirigacha ko'ringlar. Bu dahshatli jo'ra bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu ikkita qismdan iborat bo'lishi mumkin. Uzog'i 3 ta qism. Birinchi navbatda bizga tosh kerak. Bizda biz kirgizib o'tirmaymiz hozircha. Versak kerakki bizga. Yetadi bizga shular. 4 ta qo'yib chiqishimiz kerak. Yerda bitta yetishmay qoldi. Bo'lmasida yana bitta qo'yib qo'yamiz. Hech nima bo'lmaydi. Endi bizga versak kerak. Versak uchun taxta kerak. Taxta uchun daraxt chopish kerak. Mana daraxt. Daraxt chopamiz. Versak yasash uchun bular. Agar bu video 50 ta prosmotr yesa, men sizlarga bu modni tashlab beraman. Ya'ni Telegram kanalimga tashlab beraman. Telegram kanalim esa tavsif qo'ygan joyimda bor. HTV deb yozsangiz, o'shani qo'ysangiz chiqadi. Telegram kanalimda kontur modlari bor, hamma modlar bor. Ko'ringlar, qiziq juda. Versak olamiz. Va bersakni qo'yamiz. O'zir o'tib qo'ydim. Endi esa biz birinchi kirga yasaymiz. Ya'ni cho'p kerak. Aytaychi, biz hali temir topamiz-ku. Vatda, temir topishni esa biz. Shu tagidan teoriyaga qazib bizda uzun 3 ta temir kerak. 3 ta temir. Tasavvur qiling. Nima deb o'ylaysiz? Yurasida ko'p temir chiqadimi? Chunki nima chiqdi? Yo'q, qo'yib bo'larga. Yana ko'mir ham chiqdi. Ko'mirni olib olamiz hozir. Sizga juda kerak ko'radi. 4 ta fakkel. Yes. Bitamizga hozircha. Hop, yana ortiqcha zarar qilmasa kerak. Bo'rini yo'qlasa qulog'i ko'rinadi deganlari rost. Ayni paytda kerak edi. Bari bo'rini yo'qlasa quloq ko'rinadi. Bu yerda juda ko'p temirlar bor. Aytgancha meni YouTube kanalim 50 ta bo'lsa men bir videolarni chiqarishni boshlayman. Yudachi yana temir. Men omadliman-da. Chiqamiz. O'rtim ham qoldi menimcha. Tepaga qazib boramiz. Yana tepaga chiqib boramiz. Men juda omadliman. Buncha tosh bilan chiqib borishimiz kerak. Tosh bizga kerak emas, bizga temir kerak. Menimcha temir qoladimi, qolmaydimi kommentariyada yozib qoldiring. Albatta menimcha qoladi. Endi qoldi. Endi esa pechga yasab olamiz. Endi esa pechkaga buni to'rtta qo'yamiz va eshik kuchamiz. 3 ta kerak bizga. Keyin biz yangi kirkani taxlab olamiz. Keyingi ungacha bizlar kirkalarni ko'rib o'tiramiz. Shunday kirk yasasaga menimcha yetadi. Bu uchun esa 12 ta temir kerak. Ana 3 ta bo'ladi hozir. Qaranglar. 1 2 3 Simsim 3 ta bo'ldi. Ketdi. 3 ta bo'ldi edi.
Verstakka kiramiz. Cho'pdan kiramiz va bunday ha, tushundim. Aha, endi tushundim. Vatta kirgaysa bo'lamiz va biz tepasiga qo'yamiz. Va bizni eng kurkamiz tayyor bo'ldi. Buni tekshirib ko'rish uchun esa o'yga boramiz. Qayerga boramiz? Yer ostiga boramiz. Mashta qo'ziymiz. Ko'rasizlarmi, juda zo'r. Ibini ochgandan kavladi. Zo'r kavladi. Ko'rdingizmi? Bu modda esa men Telegram kanalimda ishlab qo'yaman. Albatta, o'g'ri bo'lsangiz. Ko'rdingizmi? Juda zo'r kirgan 4 ta temir. Bizga yana 7 ta temir kerak. U uchun esa biz bu ko'ka bilan parkka tushamiz. Vatta. Men bunchalik demagandim. Kuylis qilib tushdi. Vatta ko'mirlar ham. Ibi qitira qo'zdim-ku. Yetadi. Chiqish kerak edi bu yerda. Vatta. Ko'p bor bilaman, ammo bizga hozircha ko'p kerak emas. Nega deysizmi, hali biz yaxshi yetarlicha kuchli ekanmiz. Bizga temir kelibdimi? Yo'q, temir keladi. Afsuski tosh kelibdi. Xo'p, yana tushamiz. Mayli. Boshqa ilojimiz ham yo'q. Fakilimiz yo'q-ku. Bor ekan. Ketdik. Yo'q, kerak emas bizga bular. Ko'mir kerak emas. Vatta temir. Bu yerda temir ko'la topdim. Buni buzamiz. Yo'q, bo'ldi. Bu qochish kerak bitta. Bo'lmasa ichiga tushib ketamiz. Menimcha haq. Buni Toshkentga bilan sidirgan ma'qul menimcha. Bo'ldi, bizga yetarlicha temir bor shekilli. Qarab ko'ramiz. 10 ta. Bitta ketmayapti. Bitta bordi mana berdi. Endi mayli, endi biz bu yerdan chiqamiz hozir. Endi chiqish navbati keldi. Tepaga chiqish yo'q. Qayerdan kelganimizni. Endi qayerdan chiqamiz? Hoppa, ustiga chiqamiz. 13 chiqamiz. Ketdik endi. Bu yerdan biz kerak narsa o'zimizga oldik va endi biz chiqib ketishimiz kerak. Albatta, bo'rini yo'qlasak quloq ko'radiganlar rost. Chunki biz ham temirni yo'qlagandik, temir bizning yo'limizdan chiqdi. Biz hozir yangi kirgizamiz. Hal qo'ydi, hozir havoga barvaqt qilaveramiz. Chiqamiz. Vapis, yangi kirgiz. Pechga qo'ymasa qanaqa kirgiz? Yetsa qo'yamiz. Va biz bularni pishishini kutamiz. Va men ungacha cho'plarni yasayveraman. Hammasi lashtalar cho'p kerak bo'ladi. 8 ta bo'ldi, 8 tadan ketsa, bo'ldi 8 ta yetsa kerak menimcha. Agar yetmasa yana yasaymiz. Hozir ham kirkilarni yasab bitiraylik. Yana yetarkan. Yana bitta ber. Tezroq bitta berdi. Yana 3 ta qoldi. Yana yasaymiz kirkilarni. Yana bir dona ber. Pechga kirmasdan bersak aqramiz. Yana 2 ta dona. Tezroq ber. Afsuski men telefonda o'ynayman, kompyuterda o'ynasaydim bu videoni 2 soatdan 3 soatdan qilib tashlashdim, ammo bu kompyuter emasdi. Lekin 4 oydan keyin kompyuter olsam, albatta kompyuterda video qo'yishni boshlayman. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi.
Botta yangi kirgan hosil bo'ldi. Ketdik mana shu tarzda desang bo'ladi. Buradagi zo'ylarni qaranglar. Juda zo'r bo'ldi. Endi taymni qilamiz. Endi mana bu shaxtaga tushamiz. Faqat buni bir yerga emas, qaytib o'sha joyga boramiz. Ko'rdingiz? Bu yerda biz o'zamiz. Agar olmasdan ajoyib emas. Men atiga qizligina qo'zgandim bu menga juda ko'p qo'zib berdi. Temir ham tushgan bo'lsa kerak albatta. Qarab ko'ramiz. Afsuski temir yo'q. Kelib olishimiz kerak. Ko'p tushmabdi lekin. 2 dona fakir. Temir. Endi esa mana bu kirgan ular. Qoziymiz. Demak, temir tushmadi-ku. Nega temir tushmadi? Xo'p, mayli, temir qidirishni boshlaymiz yana. Men fakkelni qo'ymoqchiman, fakkel. Qayerdasan fakkel? Chiq. Mana qo'yildi endi fakkel. Votto. Muncha narsani bizga qarang, shuncha narsa. Bu modikni olsangiz o'zingizga foydasi bor. Albatta mening kanalimga 50 ta obunachi yig'ib bering va bu modni qo'lga kiriting. 4 ta temir yig'ibmiz. Mis. Xullas mis ham biz bo'lamiz. Biz bizga albatta kerak bo'ladi. Chunki bizdan ham narsalar esa bo'la bilsangiz. Xo'p, mayli, endi biz bu yerdan temir qidiramiz. Votta temir topdim. Buni qazib olaman. Votta bo'ldi. Bo'ldi, kerak emas boshqa. Bitta qazgandim. Xo'p, mayli, endi bu yerda ketamizmi yoki qolamizmi? Videoni tugatib, kommentariyada yozib qoldiring. Misni qozib ko'ramiz. Mana shu yerda qoziymiz endi. Biz boshqa kirganlarni ham tekshirib ko'rishimiz kerak. Men kitobda o'qib ko'rmoqchiman. Yana qanday kirganlar kerak bizga? Shuni bilmoqchi edim. Qani ko'ramiz keyingi bitlarni. Oho! Yo'q, hali bizlar bungacha bormasak kerak. Keyingi kirgan 3 ta olvoz va 2 ta. Shunchalar ko'pki bu kirganlar. Bizga 6 kerak. 6 izlash kerak. Biz bundan chiqamiz, endi 6 qidiramiz. Afsuski men birinchi qismni tugatmoqchiman va bu birinchi qism edi. Sizlar bilan men bo'ldi o'sha sport avtomobil kanali. Hammaga xayr, like va obuna ayamanglar. Sizlar bilan men bo'ldi. Videoning ikkinchi qismi